Assalomu alaykum. Fikrlar podkastini kuzatuvchilari. Bugun biz yana 4-sonimizni olishni boshladik. Bugun Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Biologiya ekologiya fakulteti zoologiya kafedrasidamiz. Bugungi mehmonimiz Yangiboyev Ilmurod aka bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xo'p, birinchi savolga yuzlanaman. Zoologiya faniga qiziqishingiz qanday boshlangan? Nega aynan zoologiya yo'nalishini tanlagansiz? Avvalambor dasturga chaqirganlaringiz, taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Zoologiyaga qiziqish desak, qisqa bosh kirish qilib beraman. Sababi biz zoologiyamiz birinchi tabiatga qiziqqan. Albatta. Tabiatda bakalavr vaqtim bizda shu amaliyotlarga borayotgan vaqtlari qiziqish uyg'ongan. O'shandan aynan zaharli hayvonlarga qiziqish kuchayib ketgan. Zaharli o'simliklarga ham. O'simliklar. Shuning uchun bakalavrda birinchi bosqichda 457 ta o'simlik, zaharli o'simliklarda boshlaganman. Benim ishim ham o'shadan bo'lgan. Keyinchalik zoologiya institutidan ma'lum bir delegatsiya borganda o'shanda taklif bo'lgan maqsadli o'qish. Shunda kelishganmiz, men aynan zaharli hayvonlar bilan shug'ullanaman. O'shandan keyin ilonlarga o'tib ketganmiz. Shunda zoologiya faniga kirib kelish boshlanib ketgan. Magistraturadan to hozirgacha faqat shu zaharli hayvonlar, asosan ilonlar yo'nalishida ishlaymiz. Ilmiy tadqiqotlar olib boramiz. Xo'p, zoologiya aslida o'zi nimani o'rganadi aka? Oddiy tilda misol bizni kuzatuvchilarimizga tushuntirib bering. To'g'ri, zoologiyani biz 5-sinfdan boshlab o'sha kitoblarini o'qiganmiz, lekin u kirish qismi bo'ladi. Bizning kuzatuvchilarimiz misol yosh kattalar ham bor yoki bo'lmasam 5-sinfga yetmaganlar ham kuzatar balki. Shunday. Fanga terminologiya jihatdan ta'rif tamojada o'qigansizlar. U aniq, hayvonlar haqidagi fan, lekin bu kichik fan emas. Biologiyaning asosiy ustunlaridan bittasi. Chunki o'zi biologiya tirik organizm 4 ta katta ustunga bo'linsa, shuning bittasi hayvonot dunyosi. U o'rganish davomida genetikani ham qamrab oladi, biokimiyani ham qamrab oladi, ekologiyani ham va ko'plab qismlarni ham qamrab oladi. Shuning uchun tabiatning asosiy bir qismi bo'lgan hayvonot dunyosini qamrab oladi. O'zbekistonda hayvonot olami qanchalik boy sizningcha? Mana zoologiyaga kirib kelganman, qiziqish bor deyapsiz. O'zingizning shaxsiy fikrlaringiz? Hayvonot dunyosi juda boy O'zbekistonda. Umumiy O'zbekistonning bexil-maxilligi 27 ming turga yaqin. Undan ham ortiq deb hozirgi kunda olimlar nima berishadi? Shundan 15 mingdan ortig'i hayvonlar dunyosiga tegishli. Qolgan 12 mingga yaqini o'simliklar dunyosiga tegishli. Bizda anchagina xilma-xillik kuchli, ayniqsa qushlarda buni ko'p ko'ramiz. Va eng chiroyli qushlar ham aynan O'rta Osiyoning O'zbekiston mintaqasida yo uchib o'tadi yoki doimiy shu yerda yashaydi. Da, albatta. Hurmatli kuzatuvchilar, mana aynan eksponatlar, qushlarning eksponati, hozir boshqa hayvon eksponatlarini ham ko'rsatamiz. O'zbekiston haqiqatan ham hayvonot olamida qushlarning turi, shunga o'xshash anaqalari, hayvonot olami nihoyatda ko'p. Keng. Xo'p, eng qiziqarli yoki noodatiy hayvon O'zbekistonda qaysi biri yoki qaysilari ko'proq? Tabiiy jarayonda, ya'ni tabiiy jihatdan qushlarda ko'p va hasharotlarda ko'p. Noodatiy. Sababi u rang-baranglik kuchli yoki qushlarda masalan qoshiq burun degan qushimiz bor, burni qoshiqqa o'xshaydi. Shunday noodatiylik kuzatilib turadi, lekin mutatsiyalar ham ko'p uchrab turadi. Masalan, biz o'rganadigan ilonlarda ikki boshlilik. Afsonalar, miflar aynan o'shandan kelib chiqqan ikki boshli ajdarlar. Demak, O'zbekistonda bor. O'zbekistonda bor. Bitta kichik eksponat ham olib kelib qo'ydim bu yerga. Ikki boshli ilonni o'zimizning nimamizda saqlanadigan diademsimon polislarimiz bor, ya'ni diademsimon chipor ilonlarimizda bu mutatsiya juda ko'p uchraydi. Ikki boshli bo'lib tug'iladi. Xo'p, menimcha bundoq qilib ko'rsatsam bo'ladi. Hali yana umumiy kadrda ko'rsatamiz. Haqiqatan ham ikki boshli. Juda ko'p kuzatishadi. Birinchi ko'rganda albatta hayratlanarli, ham qo'rqaman, yariga qo'rqaman. Lekin shuni bilish kerak, bu chiporolarimiz hech birida zahar bo'lmaydi, ya'ni chaqmaydi. Bu ikki boshlida demak. Ha, ikki boshlidan hech birida mutatsiya bilan tug'iladigan ikki boshli eng ko'p uchraydigani shu chiporolar bo'ladigan bo'lsa, bularda zahar yo'q. Bular zaharsiz, o'z zahar tishi ham yo'q bularda. Tushunarli. Sal odamning rangi o'zgardi. Yo'q. Xo'p, Ilmurod aka, biz mana shu fikrlar podkastini boshladik. Fikrlar podkasti bu asosan bizning maqsadimiz jamiyatdagi barcha insonlarga, u yoshdan tortib o'rta yosh, talaba, o'quvchi yoki bo'lmasam yosh ulug' insonlarga ham ilmni
ya'ni respublikamizdagi ilm sohasiga o'zini hissasini qo'shayotgan olimlarning fikrlarini jamiyatga yetkazish maqsadimiz asosiysi shu. Shu bois bugungi 4-sonda sizsiz. O'sha bizda bir fikr tug'ilyapti. Har bir podkastga chaqirayotgan mehmonimizni obdon o'rganyapmiz. Ilmiy ishlari qanday bo'lgan, shogirdlari yoki bo'lmasam xorijiy davlatlarda chiqqan maqolalarigacha o'rganib chiqyapman. Siznikini ham kuzatdim. Haqiqatan ham sudralib yuruvchilar bo'yicha ish qilgan ekansiz. Xo'p, asli qayerdansiz? Asli Qashqadaryo. Qashqadaryodan. Xo'p, Qashqadaryo hududida sudralib yuruvchilar haqida nimalar deya olasiz? Hozirgi kunda Qashqadaryoda bizning izlanishlarimiz, bizning oldingi izlanishlar, unda qayd etilgan 34 ta tur sudralib yuruvchi bor. Shulardan ko'pchiligi bitta vohada. Bitta vohani o'zi Qashqadaryo viloyatidan chiqmagan holatda. Bizning respublikamiz o'zi hozirgi kunda 64 ta registratsiya qilingan xalqaro kataloglarda. Shu 64 taning ikkitasida nima mavhumlik kuchli. Shuning uchun 61, 64 deb qayd etiladi. Lekin bizning Qashqadaryoda shundan 34 turi, ya'ni yarmidan ko'p uchraydi. Eng zaharlilari qaysi biri? Mahalliy aholi yoki bo'lmasam kundalik hayotda ham odamlar uni ko'rishi mumkinmi? So'rovchilar bilan doimiy aloqadamiz. Ilonlarimizning 5 ta turi zaharli O'zbekiston bo'yicha. Shuning 4 ta turidan Qashqadaryoda uchratish mumkin, 4 turini. 4 ta turini. Bitta turi Toshkent va Qozog'istoncha endemik bo'lgani uchun janubga qarab tarqalmagan. Bir tur zaharli ilonimiz. Qolgan 4 ta turi bor. Lekin ba'zida endi bu tushuncha berib ketay, bizlarda zaharli ilonlarimiz orasida qo'lvar bor. Qo'lvarni ko'pchilik pishirib yedim, u bu deyishadi, lekin aslida noto'g'ri narsa. Ular pishirib yeyotgan ilon turi boshqa tur. Haqiqiy qo'lvar boshqacharoq. U zaharli bo'ladi va kam ko'rinadi. Oxirgi 2 yilda juda ko'p video olishyapti. Surxondaryoda ko'rdik, tog' ustida mana bu toshlarni ustida yotgan yoki o'sha biz o'zimizning qishloqlarda ham Instagram va boshqa joylarda ko'payib ketdi. Bu haqiqiy qo'lvar. Zahari ham eng kuchli va kobra ikkalasi doim yonma-yon turadi zahar kuchlilik bo'yicha. Men bitta narsani ko'rganman, ekologiya qo'mitasining fotoqopqon degan dasturi bor. O'sha tog'li hududlarda o'sha qo'riqxona yoki bo'lmasam inspektorlar tomonidan fotoapparatni qo'yishi, o'sha hayvonlarni qizil kitob kiritilgan hayvon turini o'sha qopqonga tushishini kuzatishadi. Shunday. O'sha vaqtda ko'rganman, haqiqiy o'sha ijtimoiy tarmoqda qo'lvar ilonda. Buyoqda Begali aka degan bir Hisor davlat qo'riqxonasi inspektori bor. Juda ko'p hayvonlarni o'zi yaxshi ko'radi. To'g'ri, ilmiy darajaga nimaga ega bo'lmasa ham, lekin ilmiy darajaga ega bo'lgan qaysidir olimdan yaxshiroq biladigan bir akamiz bor. Juda ko'p bunday narsalarni joylashtiradi. Begali aka bizni ko'rayotgan bo'lsangiz agar salom deb qo'yamiz sizga va ishingizga muvaffaqiyat. Xo'p, Elmur aka, mana sudralib yuruvchilar deyapmiz. Nega odamlar shu sudralib yuruvchi, u katta kesak bo'ladimi, ilon bo'ladimi, bir martaga bir qo'rqishadi. Nima deydi? Rangi oqarib ketadi yoki bo'lmasa hozir menda ham shu holat bo'ldi. Kutmagandim, lekin bir martaga orqaga qaytaman. Qo'rquv bor hammada. Va bu narsa so'rovchilarning kamayib ketishining eng katta sabablardan biri bo'lyapti. Chunki xalqimiz o'sha instinkt bo'lib qolgan, oldindan ilon ko'rsa hammasi chaqadi deb o'ylaydi. O'ldirishga harakat qiladi. Kalta kesak ko'rsa uning barchasi, uning terisi bizga vitiligo keltirib chiqaradi deb o'ylaydi va uning hammasini o'ldirishga harakat qiladi. Lekin aslida hozir aytganimizdek 5 ta tur zaharli ilon bo'lsa, uning hammasi ham keng tarqalmagan, o'ta zaif turlar. Bittasi mozaik tarqalgan, qolganlari hudud-hududlarda qolgan xolos. Va har doim odamga ko'rinish beravermaydi. Va odamlar bor joydan iloji boricha uzoqroqqa ketishadi, yashashmaydi. Shuning uchun yashash joyi juda chegaralanib ketyaptilar. Qolganlari, ya'ni bizning uylarimiz shiftlariga moslashganlari qolgan, lekin ularda zaharning o'zi yo'q. Chaqish imkoniyati, o'ldirish imkoniyati yo'q. Faqat ularning zahari cho'jalarga, tovuqlarga zarar yetkazishi mumkin, lekin katta emas. Foyda tomonidan qaraydigan bo'lsak, foydaliroq. Sababi aynan kemiruvchilarning eng ko'p miqdorda kemiruvchilarning populyatsiyasini ko'payib ketmasligiga ham ular orqali biz nima qo'ya olamiz? Tabiiy omil qo'ya olamizda, chegaralovchi omil qo'yiladi. Shuning uchun quturish yoki shunga o'xshagan yoki terlama kabi kasalliklarning tarqalishini ham ular ma'lum bir chegaralab turadi. Foydali tomoni ham bor. Foydali tomoni o'shanda. Aynan biz shuning uchun qo'rqmasligimiz kerak o'z aslida. Lekin bizga endi instinkt bo'lib qolgan, ko'rsak o'ldirishga harakat qilamiz. Gekkonlarga keladigan bo'lsak, gekkonlarda bu vitiligo chiqarish imkoniyati bor.
Aha. Chunki o'zidan ajratib chiqaradigan nimalar, terisidan ajratib chiqaradigan fermentlar ko'pincha urg'ochilarda bo'ladi erkaklar chaqirish uchun. Mozaik tarqalgandan keyin o'shanday hayvonot dunyosida nima bor? O'zini erkakni chaqirib olish nimasi bor, feromonga o'xshagan. Bu narsalar teriga haqiqatda allergenlik beradi. Lekin u faqat gekkonda bor. Unga o'xshash kaltakesaklarda yo'q. Tabiiy uchraydigan kaltakesaklarimiz bor, dalada uylarga yaqinlashmaydigan, ularda bu xususiyat yo'q. Shuning uchun turga qarab munosabat bo'lgani yaxshi. Hammasini o'ldiraverish kerak emas. Men hech o'ylamagan ekanman. Mana shu nima deydi? Ilonshunos testda hozir agar bundoq qaraganda sudralib yuruvchilar haqida podkast qilaman deb hech o'ylamagandim, lekin yoshlikdan o'sha ilonni ko'rsak, hozir ham shunaqamiz, qo'rqamiz. Qo'rquv juda kuchli. Bo'ladi. Yana bir afsona deymiz yoki kitoblarda yoki mahalliy eshitib qolamiz. Ilonni mabodo o'ldirsak, u sherigini chaqiradi deydi. Shu gap rostmi? Hamma qiziqadigan savol. Qasd oladi deydi. Qasd oladi degan hamma qiziqadigan savol. Tabiatda bitta hodisa bor. Erkak va urg'ochi organizmlarda erkaklar urg'ochini izlab keladi. Aha. Urg'ochilar lekin erkakni izlab bormaydi ko'p holatda. Agar urg'ochi ilonni o'ldirsangiz, uning qonidagi ferment o'sha atrofga sachraydida, erkak organizm uning hidi bilan keladi. Sizni chaqish uchun emas. Shunchaki urg'ochining hidi bo'lgani uchun. Tabiiy holatda endi ilonni ko'rgandan keyin odam yo uni o'ldirish ko'rinadi yoki bilmasdan bosib olishi mumkin, unda chaqadi. Shundan qolib ketgan bu tushuncha. Ya'ni izlab kelmaydi. Aynan o'ldirish uchun izlab kelmaydi. Shuning uchun yoqib yuborishadi-ku. O'ldirilsa ilon uni yoqishadi. Aslida uning tag zaminida o'sha yerda fermentini, hidini yo'qotish bo'ladi. Lekin bizda nima deyiladi? Uni tushuntirib o'tirishmaydi. U ko'ziga o'zi seni nima qilib qolgan, eslab qolgan. Shuncha yoqaversang, seni eslagan nimasi kuyib ketadi deyishib. Endi bu tushuncha. Albatta. Yana bir fikr kelyapti. Mana televizorlarga ham chiqdi, ijtimoiy tarmoqda, YouTube'da o'sha Samarqand viloyati Nurobod tumani Jon qishlog'ida Alisher aka bor. Alisher aka, ismi Alisher aka. U insonni rosa ilonlar bilan muomala qilishi, ushlashi endi savol tug'iladi. Ilm nuqtai nazaridan. Ilon odamni chaqganda unda zaharli darajasi yuqori. U insonlarda qanday yoki organizmda immunitet hosil bo'ldimi o'shanga zaharga qarshi? Yaxshi savol. Ikkita narsani aytib berishim kerak bu yerda. Qarang. Ilonlar har doim ham chaqavermaydi. Bizda ikkita hozir aytgan kolvarimiz bor, kobramiz bor. Kolvar haqiqatda tajovuzkor va tishi ham juda katta, lekin zaharning kuchi kamroq va gemotoksik, ya'ni qonni ivitadi. Ya'ni u tomirgacha yetib borishi kerak katta zarar berish uchun. Kichikroqlar chaqsa, shuncha odam osoncha o'lib qolmaydi. To'g'ri, qiynaladi. Kobraniki neyrotoksik, tishi kichkina, lekin chaqqandan keyin nerv orqali tarqalib bizga kuchli og'riq beradi. Shuning uchun kobrani chaqish sal xavfliroq. Lekin tabiatni shunday yaratgan, tabiat shunday yaralgan, kobra bitta chaqqandan keyin 40-50 minut o'ziga kela olmaydi. O'zi, ilonni o'zi. O'ziga kela olmaydi, ya'ni kuch to'plash kerak keyingi chaqish uchun. Shuning uchun u birinchi hamlada chaqmaydi. Hech qachon. Va kobrani shunday xususiyati bor, agar sizda ikkita burnining oldida nazotril deydi, issiqlik sezuvchi reseptorlar bor. Sizda issiqlikning o'ta kuchliligini sezmasa, umuman chaqishga harakat qilmaydi. Ya'ni u egasini doimiy u bilan munosabatda bo'ladi, odam xotirjam bo'ladi, issiqlik tarqatmay, chaqishga harakat qilmaydi, uni dushman deb bilmaydi. Shuning uchun unga tashlangan holati, masalan, Alisher aka ko'tarib olib tashlangan holatda, Alisher aka hayotda umuman chaqmayotgan bo'ladi u. Chaqmaydi. Sizda ham xuddi shunday. Agar ilonga sovuqqa munosabatda bo'lsangiz, u sizga hech qanday hujum qilmaydi. Bu kobra uchun. Kolvarda sal teskaroqchi. Kolvar nima bo'lsa ham chaqishga harakat qiladi. Shuning uchun bu joyda Alisher akani qilgan nimalarida deyarli chaqilmaydi. Mabodo 1-2 chaqib olsa ham kuchli zahar berilgan vaqtda tanada immunitet paydo bo'ladi va keyingi safar ilon chaqqanda immunitet to'liq kurasha oladi unga qarshi. Lekin ilonning dozasiga bog'liq. Agar yirik ilon chaqsa yoki o'ta yosh ilon chaqsa, doza juda kuchli bo'ladi. Unda immunitet bizga javob bera olmaydi. Baribir odamni qiyin ahvolga solib qo'yadi kobra uchun. Chunki u nerv orqali impulslar nima tarqab ketadi, bloklanib. Shuning uchun juda xavfli bo'ladi. Immunitet hosil bo'lgan taqdirda ham xavfli bo'ladi. Xavfli. Ilonlar ham boshqa hayvonlar singari qishda tinim davriga ketadimi? Uxlaydi. Endi tinim davridan sal farqliroq, metabolizm sekinlashadi, to'xtab qolmaydi. Ya'ni yuragi nimalari harakat bo'ladi. Faqat ilonlarda va ba'zi bir kaltakesaklarda bu chuqurroq bo'ladi.
Shuning uchun fan bularni ko'proq o'rganadi. Shu orqali ular umrini uzoqroq vaqt nima qiladi. Va bu metabolizm sekinlashtirish ikkinchi bir narsasi kam ozuqa talab qiladi keyinchalik. Bir marta ozuqlansa 1 oy, 1,5 oygacha ozuqlanmashi mumkin. Biz hozir boya boshida aytganimiz va pishirib yeydigan qo'lvarimiz bor-ku. Aha. Unga solib qo'yishadi odamlar. Xuddi shunaqa. O'zi aslida unga solib qo'yganda uni ichi toza bo'lmaydi. Uni yemaydi-da u. Shunchaki u ochlikdan ichidagi bor narsa chiqib ketadi. U 1,5 yil, 2 yilgacha hech narsa yemay yashashi mumkin shu turishda. Shu idishda, unni ichida. Unni ichida. Bu vaqtda uning tanada birinchi oziqlanganda bor oziqa chiqib ketadi va u yerda bakteriyalar ham, ichak mikroflorasi ham qirilib bitadi va odam uchun zararli bo'ladigan bakteriyalardan yoki achigan ovqatdan kelib chiqadigan narsalar hammasi toza bo'ladi. Va undan keyin ovqat qilib yeyishadi. Shunda hech qanday zarar bermaydi. Lekin bu narsa to'liq noto'g'ri, chunki u turimiz sharq va qum bo'g'moloni ikkita tur. Dumi to'mtoq bo'ladi deyshadi ko'pchilik. Umuman zahari yo'q. Zahar tishi ham yo'q, chaqmaydi. Bo'g'molonni olasak 60 santimetrdan katta ham bo'la olmaydi. Tabiiy fiziologiya shunaqa. Va Qizil kitobga kiritilgan xalqaro Qizil kitobda ham bor va O'zbekiston Qizil kitobiga oxirgi 2019-yil nashrda kiritilgan bu narsa. Elmur aka, men nimaga bu savolni berdim? Tinim davri ketgan. Hozir mana bahor boshlandi, kunlar isishni boshlandi. Qishloq xo'jaligida yoki dehqonchilikda yerlarda ekinlar ekilish yoki bo'lmasam chekka hududlarimizda, yaylov hududlarimizda o'tlarni, maysalarni o'rish fasli ham o'sha yaqinlashib qoldi. O'sha vaqtda ilonlar uyg'onadimi yoki bo'lmasam qaysi davrda, yilning qaysi faslida ular ko'proq odamga tajovuzkor yoki bo'lmasam tabiatda kengroq yuradi? Bu aprel oyining o'rtasidan to may oyining oxirigacha bo'ladi ilonlar uchun, zahar ilonlar uchun. Tabiiy, ya'ni antropogen sharoitga moslashganlari uchun esa iyul oyiga to'g'ri keladi. Bu vaqtda ko'payish mavsumi bo'ladi. Shuning uchun ular odamlar bilan ko'proq to'qnashadi. Qolgan vaqt ko'payish bo'lmagani uchun qochishga harakat qiladi. Ular sizning oyoq toshingizdan ancha oldin sezishadi. Shuning uchun iloji boricha panajaga o'tib olishadi. Demak, biz bir ko'rganimiz bilan keyin qaytib ko'rmasligimiz ham mumkin. Shunaqa, yoki umuman ko'rmashingiz mumkin, lekin atrofda bor. Shunaqa. Butun yer sayyorasi bo'yicha yoki bo'lmasam bizni Markaziy Osiyo deylik yoki bo'lmasam umumiy yer sayyorasi bo'yicha hozirgi kunda hayvonot olamiga eng katta xavf nima? Juda g'alati eshitilar, lekin inson. Inson eng katta xavf faqat hayvonot olami uchun o'zimizmiz. Biz. Bizi populyatsiyamiz kengayapti, texnologiyalarimiz rivojlanyapti. Bu ularga ham yashash joyiga, ham etiologiyasiga katta ta'sir ko'rsatyapti. Hayvonlarda ham social, ya'ni ijtimoiy nimalar bor, munosabatlar bor. Siz ekologsiz uni yaxshi bilasiz, etiologiyasi bor. Kuchli shovqin yoki texnogen holatlar ularga juda katta ta'sir qiladi, ijtimoiy holatini buzib qo'yadi. Ular ko'p stressga beriladi. Ayniqsa sudrauvchilar, baliqlarda bu narsa juda kuchli. Stress paydo bo'ladi va stress paydo bo'lgandan keyin uni kimdir o'ldirish shart emasda, o'zi bo'ladi. O'zi. Ozuqa sifatida yoki mifologik tushunchalar sifatida foydalanish kuchli keyin odamlarda. Masalan, o'tgan yil ko'rdik internetda nimada 18 ta echki emarini boqib, sotib, qaysidir rakni davolar ekan, qandli diabetni davolar ekan degan narsalar ko'payib. Ilmiy isbotlanmagan, shunchaki odamlarda bu tushuncha bir paydo bo'lsa, sal ushlashdan qo'rqmaydigan odamlar sira pul qilishga o'tib ketyapti birdaniga u narsadan. Lekin yaxshi emas, foydalanish orqali zarar beramiz. Keyin qishloq xo'jaligi yerlarini kengaytirib, ularning tabiiy yashash joylarini buzamiz. Shu bilan ham katta zarar yetkazamiz. Shuning uchun eng kuchli zarar bizdan keladi. Sudrauvchilarga kelsak, tabiiy zaif turlar. Ya'ni evolyutsiyada ancha oldin paydo bo'lgan, hozirgi tez kontinental o'zgarishlarga moslashish juda qiyin ularda. Shuning uchun o'zi tabiatda ularning soni kam miqdorda bo'ladi. Ko'p ham bo'la olmaydi. Faqatgina antropogenga moslashganlarda ma'lum miqdorda gekkonlarda sal ko'payish bor, lekin ular to'liq javob bera olmaydi. Qishda juda ko'pchilik o'lib ketadi. Chunki bizning qishimiz mana oldinlari anomal sovuq, anomal issiq degan narsalar kuzatilmagan. Bu vaqtda juda ko'pchilik o'lib ketadi. Ular ko'tara olmaydi bu narsani, chunki tanasi qoni tashqi muhit bilan bog'liq, uning harakatlanishi, qonning harakatlanishi ham shuning uchun o'ladi. Hozir shu joyga bir savol keldi. Bu kuzatuvchilarimizda ham yoki bo'lmasam butun hammani o'sha media makonda
juda shov-shuvga sabab bo'layotgan savol deb bilaman. Zoolog sifatida, olim sifatida tuyaning peshobi jigar seroziga shifo emish derdi. Eshitganmiz. Hozir ham bor odamlar orasida o'sha nima deydi, tuyaning peshobini ichsa jigar serozini davolaydi. Sizni fikringiz qanday shu bo'yicha? Bu savolga o'zi aslida biokimiklar javob bersa yaxshi bo'lardi. Endi men tushunganimcha javob beraman. Qarang. Peshob va tanadan ishlab chiqarilayotgan barcha keraksiz moddalar o'ta toksik xususiyatga ega bo'ladi. Lekin qabul qilinganda ular bizning hujayralarimizda, ya'ni toksiklikka, o'ziniga qarshi bo'lgan narsaga himoya vositasilari bor. Ular uyg'onadi yoki stimullanadi, kuchayadi. Jigar uchun eng katta xavf oshqozondan borayotgan toksik moddalar. Ichilganda tuyaning suti o'zidagi toksiklik jigarga birinchi hujum qiladi. Jigarning barcha hujayralari dasturlanishi faqatgina toksiklikka qarshi bo'ladi. Sirroz qanday kelib chiqqan? Sirroz biz yillar davomida sekinlik bilan tanamizni zaharlash orqali jigarning hujayralarini o'ldirib, uni o'rniga biriktirish to'qimi o'stirishimizdan kelib chiqqan. Bu holatda ham jigarning qolgan hujayralari zaharlanmaganlar unga qarshi kurashmayotgan bo'ladi. Shuning uchun sirroz bilinmasdan rivojlanib boradi. Oxirga yetganda bilamiz biz uni. Oxirgi nuqtada bilamiz. Jigar og'rimaydi-da. Og'rimaydi va unda birdaniga hammasida himoya reaksiyasi ishga tushmaydi. Tuyaning suti qolgan sog'lomlarda himoya reaksiyasini tezlashtiradi. Va biz mayroqda zararlanib kelayotgan zararlanishga qarshi oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'lamiz. Shu orqali sirrozga qisman yordam beradi. Uni davolab qo'ymaydi. Uni to'xtatishi yo oldini olishga yordam beradi. Bloklashi mumkin ekan qaysidir ma'noda. Qaysidir ma'noda, lekin bu individuallikka. Ya'ni qaysidir odamning jigar hujayralari uni ko'tara olmaydi. Uni o'zidan zararlanishdan sirroz kuchayadi. Men shaxsiy fikrim, men bunga qarshi chiqardim. Negaki har bir insonda organizmi va immuniteti har xil. Individuallikka bog'liq. Individuallikka bog'liq. Hozirgi kunda iqlim o'zgarishi jadallik bilan o'zgarib bormoqda. Bu hayvonlar uchun xavflimi? Anchagina xavfli. Sababi insonning miyasi bor, har qanday iqlim sharoitiga moslashtiryapti, lekin ularning qarshi kurash mexanizmi yillar davomida shakllanadi. Keskin kontinental o'zgarishga ko'plab turlar javob bera olmaydi. Qirilib ketadi. Ya'ni unda o'zining fiziologiyasini moslashtirish jarayonlari ma'lum bir vaqtni oladi. Ko'payish davrlarini cho'zish, qisqartirish kabi proseslar bor. Ularni to'g'rilab olish ma'lum bir jarayonda oladi va shuning orqasida ko'pchilik hayvonlar nobud bo'lib ketadi. Keyin kontinentda o'zgarish, birdan issiq va birdan sovuq bo'lib ketish. Ritmning buzilishi. Chunki bularda biologik soat bor. O'zingiz yaxshi bilasiz, qushlarning uchib kelishi, uchib ketishi, migratsiya jarayoni yoki kalta migratsiyalar ham biologik soatga qarab bo'ladi. Biologik soat adashiladi va fiziologik jarayon buzilib ketadi shuning orqasida. Shuning uchun o'ta xavfli bo'ladi kontinental iqlimlarning o'zgarishi. Xo'p, O'zbekistonda xuddi mana shunday yo'qolib ketish xavfi ostida turgan hayvonlar bormi? Juda og'riqli bo'ldi. Bu nima nuqta? Sababi 2016-yil Qizil kitob chop etildi. Unda biz 195 ta turni kiritgandik. Izlanishlar nimalar natijasida 2019-yil qayta nashr qilishga majbur bo'ldi. Unda 206 taga chiqdi turlar. Ya'ni bor-yo'q 3 yilda har xil o'zgarishlar, antropogenik ta'sirlar va iqlimning keskin o'zgarib ketishi natijasida yana 10 ga yaqin tur, 11 ta tur O'zbekiston Qizil kitobiga kirishga, ya'ni yo'qolib ketish xavfiga tushib qoldi. Bundan bilishimiz mumkin, O'zbekistonda 200 ta tur juda ko'p hisoblanadi. Ya'ni bizning bor boyligi, turlarimiz boyligining salkam 10% qirilib ketish atrofida turgan turlar hisoblanadi. Yo'qolib ketish yoki qirilib ketish atrofida turibdi. Tushundim. Ana endi ilm bilan ko'proq bog'laymiz. Men bilaman, zoologiya fani bo'yicha olimlar yoki bo'lmasam ustozlarim, tanishlarim juda ko'p. Ular mavsumiy ekspeditsiyaga chiqishadi. Mana shu eng qiziq bo'lgan ekspeditsiyalar esda qolganlari bormi? Qiziq bo'lmas, borayotgan jarayoni qiziq bo'lgani haqida to'xtalmoqchiman. Va xavfli bo'lgani ham. Mana ikkitasini aytar ekanman bunday bo'lsa. Mana birinchisi magistraturaga kirganimda mening ilmiy rahbarim Emila Viktorovna Vashiyetka bo'lgan. 83 yoshda edi. U kishi bir oyda bir marta hisobot va dalaga chiqish talab qiladi har doim. Magistrman kelaman, dekanatga ariza yozib tushaman. Qayerdansan? Qashqadaryodan. Uyga ketyapsan. Endi izoh bermayman, ha deb qo'yaman. Ha deb qo'yaman, to'xtasan Abdurahmon qo'l qo'yib beradi. Ketaman, yana kelaman, yana bir oydan keyin yana shu ahvol.
Shunday qaraydi, uyingga ketyapsan. Ha deyman, iloji yo'q. Chunki tushuntirish yoki nima qilganda ishonmasligi mumkin degan tushuncha bor. Va shu 2 yil davomida natijalar olib keldim. Kolleksiyalar, nimalarni olib kelib zashta qilayotganda, ha, sen uyga ketmagan ekansan. Bu o'sha esda qolali bo'lgan. Doim chiqayotganimda sen uyga ketasan, deydi. Uyga bor dam olib kelyapsan. Yo'q, ustoz, shu bormoqchiman deb qo'yaman. Xo'p deydi, qo'l qo'yib berardi. Ishonchi bu yuqori bo'lganda shuning uchun ham qo'l qo'yib bergan. Shunday. Ko'zdan sezgan bilmayman, lekin o'sha narsa motivatsiya bo'lgan. Doimiy lekin dalaga borib ekspeditsiya chiqardik. Endi chiqish jarayonida men ko'proq bor kuchimni cho'ldan emas, adir bilan toqqa berganman o'rganishda, chunki cho'lni ko'pchilik o'rgangan mendan oldin ham. Shuncha adir bilan toqqa berganimda biz tog'da ko'p yuramiz, cho'ponlar bor bilsangiz. Har doim borganingizda cho'ponlarda qo'yni qattiqroq bo'ladi. Xuddi shunaqa. Davlinani juda tez ko'taradi qon bosimini. Berishadida qarab turishadi. Birinchi borganimda shunday bo'lgan, bergan. Endi meni o'zim tog'da yashashgan bilishmagan. Ichganmanda men ham qarab turibman. Hech narsa bo'lmayaptimi deb so'rashdi. Yo'q, yaxshi dedim. Keyin ha bo'pti, aylanamizda orqamdan kelishyapti. Tinchlikmi desam, yo'q, prosta siz yiqilib qoladi deb o'yladik-da, shunga kelyapmiz. Bilishmaganda sizda immunitet shakllangan. Oldindan buni ichib yurganimiz uchun bilishmagan. Qizig'i shunda bo'lgan. Ya'ni ular o'ylagan jamoa bo'lib kelishgan. Bitta qani sinab ko'raylik qani bu talaba yiqiladi deb. Yo'q, olim bo'lgan vaqtimiz edi, PhD vaqtim edi. Oldinlari o'zimiz tomonga toqqa ko'p chiqardi. Bu safar Hisor davlat qo'riqxonasi tomonga borishga to'g'ri keldi va ovchilar bilan cho'ponlardan yo'l so'ramasangiz, adashib qolish xavfi bor. Yurish qiyin, so'qmoqlar bilmaysiz. So'qmoqlar. Shuning uchun shunday nima voqea bo'lgandi. Biz sizni o'zi qaytarib olib ketamiz deb o'yladik-da, lekin bir hafta yurdik lekin yana shu ichkarida. Albatta, men ham ekspeditsiyalarga chiqqanman, mana Orol dengiziga yoki bo'lmasa o'sha Qashqadaryo viloyatidagi Chiroqchi tumanidagi Langarota tog' tizmalari buni aylanasiga. Endi men ekolog sifatida chiqqanman. O'sha yerda zoolog olimlarni ko'rganman, botanika olimlarini, o'sha hayvonlarni yo'qolib ketayotgan turini izlashgani. Ekspeditsiya juda og'ir. Shunday. Lekin uni zavqi umuman boshqacha bo'ladi. Sizningcha hozir mana bizni kuzatib turgan talabalar kuzatayotgandir yoki maktab o'quvchilari, qiziquvchilar hayvonot olamiga zoolog bo'lishni xohlaganlarga o'zingizni tavsiyangiz mana shu ekspeditsiyadan kelib chiqib ko'rish kerak. Sababi meni birinchi o'sha fanga kiritgan narsa ham ikkinchi kursligimizda dala amaliyotiga borganligimiz. O'shandan qiziqib ketganman, o'shaning talabalik davri. Talabalik davrimda bakalavr ikkinchi kursligimda. Shundan qiziqish paydo bo'lgan. Shundan keyin 2015-yil bo'lsa, mana 11 yildan beri har yili chiqishga harakat qilaman. Har yili. Sababi ekspeditsiya ham ko'p narsani o'rganadi, ham biologik jarayonlarni nazariy o'rganganini qo'llashni o'rganadi u yerda. Amaliyotda ko'radi. Ham ba'zi bir narsalar biz shunchaki tushungandek bo'lmasligini, hayvonlarda juda murakkab tuzilmalar borligini tushuna boshlaydi. O'simliklarda ham xuddi shunaqa. Xo'p, mana shuncha ekspeditsiyada yurani yoqtiraman, eski ekspeditsiyada bo'laman deyapsiz. O'zingiz ko'rgan eng g'ayri oddiy yoki bo'lmasam o'zingiz shok holatiga kelgansiz, shu hayvon tabiatda mavjudmi degan ikkilanish ham bo'lib qoladi-da. Shunaqa hayvon ko'rganmisiz? Ha, unday ko'rganmiz. Birinchi ekspeditsiyalarimizning birida bo'lgan. Tog'ning sovuq suvidan muzdan chiqqan joyda chuvalchang bir xil aylanmaga tusha oladi. Ya'ni suvni aylantiradi bir xil. Bu turni olib kelib juda ko'p joyda ko'rsatib, nomini topa olmadim. Ancha qiyinchilik bo'ldi. Keyinchalik nematoda ekan. Biz uni bir chuvalchangligini ham nematodaligini ham bilmaganmiz. Anchagina yirik bo'lgan. O'sha narsaning harakati, ya'ni suvda aylanishi o'ta chiroyli. Suv tog'ning chiqqan suvlar to'xtab turgan joylarda suv harakatlanmaydi. O'shaning uchun o'ziga muhit qilish uchun u aylana boshlaydi. Hammasi bir xil xuddi nimaga parraga aylanayotganda aylanishadi. Qator o'tirib olishib. O'shanda o'zlarining tuxum hujayra, urug' hujayrasini tarqatarganda, ko'payib olishar ekanda, keyin parazitga o'tib yana yo'q bo'lib ketar ekan. Shuning uchun har vaqt ham ko'rib bo'lmaydi. Men eshitmaganman bu haqida. Yo'q, ko'rgansiz. Videolarda ko'rgan bo'lsangiz, bogomollarda, ya'ni distributorlarda uzun qora ip chiqarib oladi, suv quyib. O'sha suv quyilganda u ko'payish vaqtim keldi deb suvga chiqadi. O'sha hayvon haqida gapirasiz. Birinchi ko'rganda men juda hayratlanganman. O'zim ham oldin bogomolda videolarda ko'rgan bilan haqiqiy unday parrakka o'xshab aylanib, birinchi marta ko'payishini birinchi marta ko'rishim. Bir xil aylanishadi, bir xil tezlikda. Tushundim. Xo'p, keyingi savolim, odamlar hayvonlar haqida eng ko'p adashadigan fakt nima?
balki tabiiy jarayondir, balki nimadir, odam bilan hayvon doim joyiga talashib keladi. Xuddi shunday. Hayvon o'zini tirikchiligi uchun harakat qilayotgan bo'ladi. Biz o'zimizni tirikchiligimiz uchun harakat qilayotgan bo'lamiz. O'sha yerda noto'g'ri Demak, tushunchalar. hayvon ham, inson ham o'z manfaatlari yo'lida kurashyapti Shunday. hayotda. Masalan, chumchuqlar bug'doyga kelsa, biz albatta ularni otib o'ldirishga harakat qilamiz. Xuddi shunaqa. Yoki ilonlar uyga kelsa, ularni o'ldirishga harakat qilamiz. Lekin aslida kun isigan vaqtda ilonlar soya joy qidiradi. Atrofda daraxtlarni kesib tashlaganligimiz yoki ko'plab joyda ekin qilib, aynan yoz qizigan vaqtda ularni o'rib olganimizdan keyin soya joy qolmagandan keyin ular majbur migratsiya qiladi, kalta migratsiya. Boshqa turlarda ham bu narsa kuzatiladi. O'sha vaqtda konflikt kelib chiqadi. Ya'ni hayvon o'rtasida. Hayvon o'rtasida, inson va hayvon o'rtasida konflikt kelib chiqadi va ko'plab tushunmovchiliklar paydo bo'ladi. Tabiatda turlarni qilib ketishiga ham sabab bo'layotgan narsalarning biri shu. Tabiat sir-sinoatga boy, Tabiat juda sirli va qiziq. qiziq. Yana bir narsa aytaylik, har bir hayvonning ekologik nishasi bor. Buni siz juda yaxshi bilasiz. Bu narsani yo'qotishning o'zi o'zimiz uchun katta zararligini Zarar. tushunishimiz. Mana shu narsa noto'g'ri fakt biz uchun. Hamma hayvonni ham bizga zarar beryapti, qirib tashlash yaxshilikka olib kelmaydi. Bu hayvonlarda ozuqa zanjiri degan sistema bor. Xuddi shunday oziq zanjirining bitta o'rni, o'zining O'rnida. halqasi bor. U halqani yo'qotish zanjiri buzilib ketishiga sababchi bo'ladi. Endi kuzatuvchilarimizda ham balkim savol kelib, fikr bo'lgandir. Bu juda ko'pchilikni qiziqtiradi. Ilonlar haqida. Ilonlar tilla, oltin, boylik bor joyda doim bo'ladi deydi. Yoki bo'lmasam o'sha xazinani atrofida doim ertaklarda ham, ikki boshli ajdar yoki filmlarda ham ijtimoiy tarmoqda ko'rsangiz, o'sha yer ostidagi 3 metr, 4 metr chuqurlikda, g'orlarda o'sha ko'zada yoki bo'lmasam xumlarda qolib ketgan o'sha tilla taqinchoqlarning oldida doim ilonlar bo'ladi deydi. Shu bor narsami? Ikki xil nazariya bor buni kelib chiqish haqida. Birinchi nimasi biologik mana bunaqa. Og'ir metallar. Biz aynan kumush, mis, oltin haqida gapirayotganmiz. Og'ir metallar bilasiz, kofermentlik xususiyatiga ega, fermentlarga kuch beradi, kofermentlik qiladi. Ilonlarning eng asosiy quroli uning zahari. Shuning uchun ular aynan tuproqda o'shalar ko'proq miqdorda bo'lgan joylarga intiladi. Shuning uchun tillalar yoki boshqa joyda ko'proq kuzatilishi mumkin. Tilla bor joyda u ko'proq kuzatilishi mumkin, chunki tuproq tarkibida bo'lsa agar. Ikkinchi bir nazariya, ko'plab yashirilgan xazinalar, nimalar qabrlarda bo'lgan. Qabrlar yoki qabrlar atrofi eng tinch joy. Odam va uning hosilalaridan yiroqlashgan joy va ko'proq borilmaydigan joy. Ilonlar uchun tinch makon. Shuning uchun u yerga harakat qiladi borishga. Shunday ikkita xil nazariya bor. Demak, xulosa qilsak, u qo'riqchi emas, aslida temirdan o'ziga kuch olish kerak. Aynan temirdan emas, og'ir metal. Og'ir metaldan. Zaharning kofermentligini oshiradi. U faqat tuproqda bo'lsa. Tuproqda bo'lsa. Tuproqda bo'lsa, zanjir shunaqa aylanadi. Shuning uchun aynan tuproq ko'p joylarda aynan ularning ko'p uchrashi kuzatilgan. Mana bunaqa narsa bor. Van Kaufman Turkistonga kelganda hali bosib olish jarayoni boshlanishidan oldin, endi bu ustozlarimiz eshitgan nima, Rossiyaga xat jo'natadi. Ya'ni Amir Olimxonning tillalari ko'pligini va uning tuprog'ida tillarni ko'pligini bildirish uchun. Amir Olimxonning bor boyligi uning nimasi dalalarda o'tmaydigan sheroziy qo'ylar va ular yeydigan shuvoqlarda deb yozadi. Van Kaufman ham Kropotkin ham biolog bo'lgan. Bular juda yaxshi bilgan. Ya'ni tuproqning miqdorida qancha oltin ko'p bo'lsa, qum shuvoq o'sha yerda yaxshi o'sadi va undan yegan nimada sochda ham tilla bor, bilasiz, qo'ydi junida ham tilla bor. Sheroziy rangdagi tuklar paydo bo'ladi. Xuddi shunday biologik zanjirda bu og'ir metallarning o'rni katta. Shuning uchun ilonlar ham aynan fermentativ jihatdan ularga muhtojlik sezgani uchun kofermentlik jihatdan aynan u tomonga harakat qiladi. Tuproq tarkibida ko'proq og'ir metallar bo'lsa, kumush, oltin, mis, o'sha yerda ilonlarning uchrash populyatsiyasini kengroq tarqalishi yaxshiroq bo'ladi. Chunki ular yaxshi chaqadi, yaxshi oziqlanadi, aktivligi yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun u yerda ko'proq uchraydi, tabiiy holatda. Mana, hurmatli kuzatuvchilar, nima uchun ham fikrlar podkasti kerak? Biz oddiygina men shu davrgacha ilon faqat xazinani qo'riqchisi deb bilganman. Lekin aslida mana ilmiy tomonni ochib beryapmiz.
Hurmatli kuzatuvchilar, Fikrlar podkastiga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham qiziqarli faktlar bor. Shu bioximiklarimiz bularni yaxshiroq tushuntirib bera oladi. Chunki Albatta. fermentlarning xususiyatlari bilan tushuntirib bersa, yanada mukammallik oshadi. Xo'p, Elmurod aka, O'zbekistonda eng zaharli hayvon bormi? Eng zaharli dunyo bo'yicha. Dunyo bo'yicha eng zaharli yo'q, Aha. lekin zaharning kuchi bo'yicha farqlanadi. Masalan, bizda ilonlarimizda kobra zaharli, lekin neyrotoksik jihatdan. Chayon zaharli, uninga ham neyrotoksik, lekin kobranikini ta'sir qilish mexanizmlari boshqacharoq. Shuning uchun, masalan, menda allergiya kuchliroq bo'lsa, men uchun kobraniki ham, chayonniki ham kuchli ta'sir qiladi. Lekin allergiyaga moslashgan odamning qaysidir uchun chayon o'ldiruvchi bo'lsa, qaysidir uchun kobra tezroq o'ldiruvchi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda kuchlarni nisbatlash sal qiyin, chunki zaharning tarkibi ta'sir etish mexanizmi salgina farqli bo'ladi. Farq qiladi. Lekin chorniy mamba kabi, ya'ni qanday qobiliyatga, ya'ni allergenlikka chidamli bo'lishidan qat'iy nazar o'ldiradigan kuchli darajadagi ilonimiz faqat kobra. Kobra. Ilon odamni ko'rsa birinchi bo'lib hujum qiladimi? Yoki inson birinchi hujum qiladimi? Har doim inson birinchi hujum qiladi. Sababi ilon odamni 3-4 metr oldindan ko'ra olmaydi. Ularning ko'rish qobiliyati undan u yoqqa o'ta olmaydi. U faqat his qiladi va atrofdagi dushmanni qo'rqitish uchun o'zidagi etiologiyani namoyon qiladi. O'zidagi xulqni. Biz qo'rquv bilan unga nisbatan keyin shoshilish bilan nima qilamiz? Yo qochamiz yoki uramiz deganda o'zimizga hayajon bilan harakatlarimiz noteng bo'ladi. Shuning orqasidan bizni chaqib oladi. Agar oddiy misol kobra siz yo'lingizdan chiqib tursa, shu joyingizda o'tirib qimillamasangiz, sizni kelib chaqib olmaydi hech qachon. Tik holatda qolsam Tik holatda yoki o'tirgan o'tirib joyimda tik holatda tinch bo'lish qiyin. tinch bo'lish qiyin. Odamning tik holatda tinch bo'lishi qiyin. O'tirgan holatda tinch bo'lsangiz, qarab tursangiz, u sizni 3 metr arada masofa qilsa, u sizni ko'rmay qo'yadi. Sizni his qila olmay qoladi, faqat hidingizdan, nimangizdan sezadi, lekin sizda issiqlik yo'qmi, sizni dushman deb qabul qilmaydi, shunchaki jo'nayib yuboradi. Chaqmaydi hech qachon. Lekin odam aniq uni o'ldiradi. Birinchi bo'lib hujum qiladi. Shuning uchun odam birinchi hujum qiladi. Bu savolga javob. Shunday. Eng xavfli hayvon qaysi? Butun hayvonot olamida eng xavflisi. Bu savolga endi sal qiynalib javob beraman. Qaysi nuqtai nazardan xavfli? Bizning manfaatimiz jihatdanmi yo hayvonlar o'rtasida? Hayvonlar o'rtasida eng xavflisi. Hayvonlar o'rtasida xavflirog'i maynalar. Qushlardan. Chunki hammaxo'r va o'sha tajovuzkor joylarni egallab olish xususiyati kuchli. Zarar berishi ham kuchli. Ham odamga ham hayvonlarga ko'p zarar beradi. Boshqa bir turlarga juda ko'p zarar beradi. Demak, hayvonlarning otasi, qiroli bu sher bo'lsa, undan ham xavfliroq maynalar. Maynalar. Bu haqida rivoyatlar ham bor. Masalan, maynani mayna deb nomlanishiga butun o'rmonda u eng pok bo'lmagan qush bo'ladi va uyasi go'ngdan bo'lgani uchun uni hamma masxara qilib shundan mayna degan nom berilgan deydi. Shuning uchun eng nimasi maynalar hisoblanadi. Ya'ni betartib va joylarni egallash bo'yicha eng kuchli nimasiga ega, progressga ega bo'lgan hayvon. O'zbekiston hududi uchun. Elmurod aka, sudralib yuruvchilar sovuqqonli deyishga nima sabab? Ularning tanasining temperaturasi, tananing harorati tashqi muhit harorati bilan bog'langan. Ya'ni tashqi muhit harorati tushib ketsa, ularning tanasida nima ham tushib ketadi. Oshib ketsa, oshib ketadi. Harorat. Shuning uchun sovuqqonli deyiladi. Poykila terminimiz bor. Bu narsa ham ularning tez moslanmasligiga, moslasha olmasligiga sabab bo'ladigan mexanizm. Ya'ni o'ta issiq bo'lib ketganda ularning tanasi harorati ko'tarilib ketadi, ko'plab fermentativ tizimlar buzilib ketib qoladi. O'lim kuzatiladi. Shuning uchun anabios uxlashga o'tib ketadi. Biz hozir boya aytdingiz, gapni boshida aynan ilonlar yoki sudraluvchilar bo'lsa, bu yilda faqat qishda uxlamaydi. O'ta issiq bo'lib ketganda yozda ham uxlaydi. Saratonda 50 gradusdan yuqori bo'lganda ham. Shunday. Shu yoz kunlari issiq bo'lib ketsa, ular uyquga ketadi. Ya'ni anabiozga kirib, tuproqdagi kirib, mutadilroq muhitda o'zining harorati, nimasini, tana fiziologiyasini sekinlashtirgan holda o'shandan o'tib olishga harakat qiladi. Shuning uchun eng ko'p vaqtni may, aprel, may, iyunda ko'rasiz. Undan keyin ma'lum bir turlari qoladi, qolganlari hammasi uyquga ketib, sentyabrda yana qayta chiqishadi. Bu bo'yicha yana bitta nima bor? Ko'pchilik bilasiz, mezon degan narsa bor. Aha. Mezon tushganda ilonlar ko'payib qoladi deydi. Aslida mezon tushganda ilon ko'paymaydi. Mezon quyoshning, ya'ni kuzning eng oxirgi issiq quyoshlari. Xuddi shunaqa.
Shuning uchun ular oxirgi marta irradiatsiya oladi o'ziga quyoshdan. Va shundan yana qishki uyquga ketish kerak. Irradiatsiyani olib olguncha ular dalada cho'zilib yotadi. Ya'ni yonidan kelsangiz ham qochmaslikka harakat qiladi, chunki u muhtoj u Bezovta narsaga. qilmaslik. Yo'q, bezovta qilmaslik emas, sizdan qocha olmaydi, chunki irradiatsiya muhimroq ular uchun, keyin yashab qolish uchun. Shuning uchun qochmay yotaveradi. Toshlarning ustida ko'rib qolganingiz ilonlarni aynan o'shandan irradiatsiya qabul qilayotgan. Tuproqlarning ustida men juda ko'p ko'rganman. Yotib oladi, qochmay turaveradi. Ayni kuzda bu ko'p kuzatiladi. Va o'sha vaqtda ham zahari sal kuchliroq Bu bo'ladi. ham bir ozuqa sifatida foydalanar ekanda. Endi qishda yashash uchun kuch kerak-da. Irradiatsiyaning o'zining nimalari bor, xususiyatlari shu qishda yashab qolish uchun muhim. Bizda endi tabiiy doim yuradigan hayvonlar qishki quyoshdan ham u irradiatsiyani olaveradi. Xo'p, Ilmor aka, kaltakesaklar dumini tashlaydi-da yoki ko'rib qolasiz, dumi ham tashlangan bo'lsa ham dumi qimillab turadi-da. Kaltakesak dumi yana qayta o'sadimi? Gekkonlarda qayta o'sish 1-2 martagacha, 3-chisidan keyin qayta o'sish qiyin. Kaltakesaklarda bir necha bor o'sadi. Chunki kaltakesaklar bilan gekkonlar farqliroq. Uyda yuradiganlarimiz biz kaltakesak deganimiz gekkon. O'zi aslida kaltakesaklar uylarga ko'p yaqinlashmaydi, dalalarda uzoqroqda bo'ladi. Ularda bir necha bor o'sish imkoni bor. Bu o'zining asos hujayrasi bor dumida, o'shanga bog'liq. Dumini tashlash prosesi nimaga kerak? Dushmanni chalg'itish uchun. Ya'ni dushman kelganda uni bosganda dumini tashlasa, dumini uni tanasi deb o'ylab unga hujum qiladi, shuning uchun ko'p pitirchilaydi. Bu sekingina qochishga harakat qiladi o'sha yerdan. Lekin tashlangan dum ham qimillab turadi. Shuning uchun u aktiv qimillaydi dum, sababi uni o'ziga tortish kerak. Dushmanni nigohini o'ziga tortib olish kerak. Shuning uchun u dumini tashlab qochadi. U himoya reaksiyasi. Yana ilonlar mavzusiga qaytaman, negaki juda qiziq. Hind kinolarida yoki masalan boshqa kinolarda cholg'u asbobida ohang, nay bilan ilonni o'ynatishadi-da. Bu bor narsam yoki bo'lmasam inson ilonni gipnoz qiladimi yoki ilon insonni gipnoz qiladimi shu vaqtda? Kobra uchun. Albatta hamma ilon uchun ta'sir qilmaydi u narsa. Kobra turganda biz boya aytdik, dushmanni atrofidan yaqindan ko'ra olmaydi, faqat undagi issiqlikni juda tez his qiladi. Cholg'u chalinganda ham inson tinchlanadi, ham kobraning o'sha issiqlik refleksi so'nadi. Shuning uchun u dushmanni aniqlay olmay qoladi. Shuning uchun ikkilangani uchun shu holatda qotib turaveradi. Ya'ni o'ynayotganda o'zi aslida musiqaga o'ynamayotgan bo'ladi. U dushmanni ajrata olmayotgan bo'ladi. Musiqaning va refleksni bo'lganligi sababli. Chunki bularda tashqi quloq yo'q. Ohangning ritmi uning issiqlik kelayotgan refleksda bo'lganda u atrofidagi dushmanmi, o'ljami ajrata olmay qoladi. Shuning uchun u ikkilanish bilan mana shu o'ynab turaveradi. Aniqlab olguncha. Mana yana hurmatli kuzatuvchi, yana bir ilmiy fakt bu. Ilmiy fakt bu. Yana bir nima bor? Ilonlar bilsangiz odamlarni gipnoz qiladi degan narsa. Xuddi shunaqa. Bu ham to'g'ri narsa emas. Ilon gipnoz qila olmaydi. Unda unday xususiyat yo'q. Faqatgina ilonning ko'zi yumilmaydi, ochilmaydi. Qarab turgan holatda qarab turadi. Tikka qarab turadi. O'shanda odamlarda vahma nima natijasida gipnoz qilyapti deydi. Va ikkinchisi kobramiz bo'ynini ochganda ichki tomoni yaltiroq. Ya'ni odam va uning masofasida odamni chalg'itish uchun yaltiratadi. Kurashga nima qilib yaltiratadi. Shuning uchun ham bunday qilaveradi, o'ynayveradi. Yaltiratganda biz chalg'iymiz, ya'ni kobrani hujum qilayotgan joyini bilmasligimiz, u himoya reaksiyalari bular. O'zini himoya qilish, yashab qolishning etiologiyasi o'shanaqa. Yaltiratishga harakat qiladi. Lekin bizni gipnoz qilib, ko'zlarimda aylanib bo'lib ketadi-ku, unaqa proseslar yo'q. Yo'q. Unaqa proseslar yo'q. Bu kuchga ega emas. Bu fantaziyadir yoki bo'lmasam kimlarningdir tushunchasi bo'lishi kerak. Ko'p holatda bu odamlar, aynan shunday o'ylaydigan odamlar o'zi qo'rqqanda vahma degan narsa bor. Shokka tushadi. O'sha shok natijasida miyada hosil bo'lgan tushunchalar ular. Meni gipnoz qildi, men qotib qoldim, aslida qo'rqqandan qotib qolgan bo'ladi u. Odam ham yugura olmay qolganda nima qilishni bilmasdan. Ilon uchun eng yaxshi variant ilon ko'rganda bu maslahatim shunchaki qo'rqmaslik. Qo'rqmaslik. Shunchaki qo'rqmasangiz u o'zini ishini qilib ketadi. Ya'ni siz chaqishga harakat qilmaydi, chunki uning uchun chaqish ham anchagina zararli. Hozir aytganimizdek, kobra bir chaqqandan keyin 40 minut, 50 minut o'zini tiklay olmaydi. Keta olmay ham qoladi o'sha atrofdan. Uning uchun kashta zo'riqish. Qachonki o'ljasi kichik bo'lganda chaqsa o'shanga qarab dozay beradi, lekin yirik narsani chaqayotganda uni yirikligiga qarab ko'p dozay beradi va o'zi ancha qiynaladi u narsadan. Shuning uchun hadeb
chaqishga harakat Demak, qilavermaydi. insonlar birinchi bo'lib hujum qilmasa, hayvonlar ham hujum qilmaydi. Aynan ilonlar hujum qilmaydi. Aynan ilonlar. Bu mustasnolar bor. Ozroq tushuntirib o'tay. Qo'lvarda salgina mustasno bor. Masalan, qo'lvarda sal teginib cho'p bilan tursa, unda agressivlik kuchli bo'lgani uchun chaqishga harakat qiladi. Ha. Qanday qilib bo'lsa. Masalan, ilonxonalar bor. Ilonxonalar? Registratsiyadan o'tgan. Aha. Botir aka Mahfuzov degan ustozimiz bor. Birinchi ilonlarni ushlab, qanday ushlaydi, zaharlar qanday olinadi, o'sha narsalarni o'rgatgan. O'shanda qo'lvarga bizlar kichik bo'lgani uchun, chunki davlat tomonidan imkoniyat yaratib berilgan, soni ortib ketgandan keyin joy tiqis bo'lgan. Albatta. O'shanda billa boqayotganda uni sichqonni tashlab berib bo'lmaydi ularga. Biri ikkinchisini yutib yuboradi. O'lib qoladi ikkalasi ham. Shunda biz oq qo'lda oziqlantirishga majbur bo'lamiz. Ya'ni og'ziga oziqni qo'lda tiqishga. Oziqani. Bu qo'lda tiqilgandan keyin u joni og'riydi. Joni og'rib biz oziq qo'ygandan keyin bor kuchi bilan shu bizni chaqishga harakat qiladi. Qaytib kelib boyagi eshikni yoki setka qo'ygan setkani tishlayotaveradi. Shu sizni chaqsa, alamidan chiqib olsa bo'ldi deganda agressivlik kuchli. Kobrada unaqa narsa yo'q. Kobra oziqlantirgandan keyin qo'yib borsa, jimgina qaytib ketadi. Va kobrani yana bir xususiyati, birinchi hujum qilganda, birinchi urganda faqat qo'rqitish uchun bilan chaqmaydi. Hech qachon. Birinchi hujum chaqilmaydi. Chaqilmaydi, hech qachon kelib uriladi, chaqilmaydi. Shuning uchun birinchi kobra ko'rganda shunday oldida tikka turib qolib, yoningizga kelib tegsa ham qo'rqmasangiz bo'ladi, u og'zini ochib kelmaydi birinchisi, hech qachon. Qo'rqitib, iloji bo'lsa sen ket deydi. Agar unga amal qilmasangiz, unga zarar bersangiz, keyin chaqishga harakat qiladi. Oxirgi hujumlar deydi. Oxirgi imkon deb qo'yganlar. Shuning uchun ilondan birdaniga chaqadi deb qo'rqish. Ilonlar mana ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'p. Katta gigant ilonlar deymiz yoki masalan anakondalar tiriklayin yutadi deydi-ku. Haqiqatan ham shu narsa bormi? Ilonlar hazm qiladi, keyinchalik hazm qiladi deydi. Ilonlar xuddi shunday, ular chaynay olmaydi. Chunki jag'lari alohida rivojlanadi, o'ynab turadi. Jag' faqat oziq tutish uchun moslashga, chaynash uchun emas. Tishlari ham xuddi shunday. Bizda ezuvchi tishlar yo'q, ularda faqat nishli. Shuning hisobidan o'ljani tirikligiga yutadi faqat. Tirikligiga emas, butunligicha. O'likmi, tirikmi, butunligicha yutadi. Va o'shandan keyin ichkarida keyin chirish jarayoni bo'ladi. Shuning uchun ilonning mikroflorasi zararli. Biz unga solib qo'yib yeydiganlar aynan mikroflorani yo'qotishga harakat qiladi. Shuning uchun tirikligiga butunligicha yutib yuboradi. Va yana bitta fakt, ilon o'ljasi qimillamasa ko'p ham anglay olmaydi ko'pchilik. Ya'ni uni o'ljaligini bilmaydi va yemaydi hech qachon. O'lik hayvon. Tirik bo'lish kerak uni oziqlanish uchun. Ozgina harakatlanish hujumga o'tadi. Hujumga o'tadi shunaqa. Anakondalar o'zimizda uchramaydi. Bitta ikkita chiqib qoldi, o'z zooparklardan yoki kimdir sotib olib kelib qo'yib yuborganlari internetlarga chiqib ketdi, lekin tabiiy tarqalmagan. Bizda O'zbekistonda yo'q anakonda. Yo'q, anakondalar yo'q. Unaqa yirik Amazonka daryolarida bo'lishi mumkin. Faqat o'sha yerlarda qolgan. Keyin tropik mintaqalarda ham bor, lekin bizda ular uchramaydi, anakondalar hech qaysi. Demak, internetda chiqqan chegara hududlarimizda qanaqadir anakonda yo'q, O'rta Osiyo hududida uchramaydi. Faqat O'zbekistonda emas. Bu hammasi fake xabar. Fake kimdir qo'yib yuborgan yoki qaysidir sun'iy intellekt yasalgan, tayyorlangan video bo'lishi mumkin. Endi mana Jizzaxda chiqqan, lekin aniq kimdir qo'yib yuborgan uni. Ya'ni o'zi boqa olmagan, olib tashlagan. Shunda ikkinchi bir odam ko'rishdan nima qilingan. Jizzaxda chiqdi, 1 yil bo'ldi. Lekin aniq kimdir qo'yib yuborgan. Zooparkdan yoki ilonlar savdosi bor, qonuniy. O'sha savdodan olib kelingan, boqa olmaganda keyinchalik qo'yib yuborishadi. Ilonlarni boqish. Bunaqa savdo borligini ham eshitmagandim. Bunday tashkilotlar bor. Ilonlar, keyin agamalar, pit, ya'ni uy hayvoni sifatida sotiladi. Uy hayvoni sifatida sotiladi. Keyingi savolga o'ta qoling. Xo'p, eng uzoq umr ko'radigan, uzoq umr ko'rib yashaydigan hayvonlar bormi? Inson yoshida yashay oladigan hayvonlar bormi? Ko'pchilik hayvonlar insondan ko'proq yashaydi. Ko'proq yashaydi. Eng ko'p yashaydiganlarda dengiz hayvonlarida bor ko'proq. Faqat qadimiyroqlar bo'lishi kerak. Masalan, salamandralarning yoshini aniqlash iloji bo'lmagan. Salamandralar lichinka holida yashaydi. U bir necha ming yil davom etishi ham mumkin ekan bu narsa. Va lichinkalikdan voyaga yetishga o'tgandan birdaniga 1-2 soniyada o'lib qolishi mumkin.
Shuning uchun ularda shunday xususiyat bor, lechnikalik davrda ko'paya oladi. It baliq deb eshitgansiz. Albatta. Aksolotl. Aksolotl degani qadimiy rimchadan it baliq degan ma'noni beradi. Quloqchasi bor, hayvonlarni ko'rgandirsiz. Faqatgina o'ta kislotali suvda yashaydi. Aha. Ularning umri aniqlash imkoni bo'lmagan. Individlarni olib kelgan, necha yil yashaganini aniqlash imkoni bo'lgan. Chunki biologik soatni aniqlaydigan o'zi izotoplar nimasi bor, yarim yemirish davridan yuqori bo'lganlari ham bo'lgan. Shuning uchun 5000 yilgacha yashaganini haqida registratsiya qilgan, lekin aniqlashmagan. Hozirgi kunda eng qadimiy yashagan faqatgina adashmasam Grenlandiya akulasi deyman-da. 1000 yilga yaqinlashdi adashmasam o'sha hayvonning yoshi. Shuning uchun eng uzoq yashayotgani u registratsiya qilingan, lekin salamandralar ulardan ancha uzoqroq yashaydi. Hurmatli kuzatuvchilar, ana ilmiy faktlarni ko'ryapsiz, eshityapsiz. Agar Elmur aka fikrlar podkasti mana shu holatda, mana shu tempda rivojlansa, bu podkast Wikipediyaga, ensiklopediyaga aylanadi. Chunki barcha fanlardan faktlar keltirilyapti. Xo'p, Elmur aka, eng kichik jonzot, eng kichik hayvon, lekin u o'ta zaharli bo'lishi ham mumkin-ku, to'g'rimi? Va bormi shunaqasi? Bor. Bizda o'ta zahari xavfli bo'lgan, endi o'ldiradigan darajada emas, o'ldirish imkoni bo'lgan juda kichik bu qora qurt, dal qora qurt. O'ta xavfli hayvon. Ko'pchilik uni biy deb nima qilishadi, adashtiradi. Biy boshqa tur. Lekin dal qora qurtning zahari anchagina xavfli va u chaqish shart emas. U teridan birdaniga diffuziya holatda qonga o'tib ketish imkoniyatiga ega. U shunchaki zaharni qo'yib yuboradi tananing sirtiga. Shuning uchun bilmaymiz uni qachon chaqqanini ham, chaqmaganini ham bilmaymiz. Dal qora qurtning shunday xususiyati bor. Tabiatni saqlashda, hayvonot olamini saqlashda o'zingizni eng foydali va kerakli bilgan bitta maslahatingiz. Tabiatni saqlashda hayvonlarga to'g'ri munosabatda bo'lishimiz kerak. Eng muhimi hayvonlarni o'zimizning tirik jondek tushunishimiz muhim. Balki u bizning qaysidir oziqlanish nimamizga zarar berayotgan bo'lishi mumkin. Yoki uyimizga in qurib zarar berayotgan bo'lishi mumkin, lekin uni o'ldirish kerak emas, ko'chirish yaxshiroq. Yoki qo'rqitib uzoqlashtirish yaxshiroq. Shuning uchun munosabatni to'g'rilash eng muhimi. Yoshlarimizga o'zingiz qanday maslahatlaringizni berasiz? Ilm o'rganish va tabiatga nisbatan qanday munosabatda bo'lish? Biologiya yo'nalishida o'qiyotgan bakalavrlarga maslahatim. Juda ko'pchilik bakalavrga kiradida birdaniga qaysidir nimalarni orzu qila boshlaydi. Kashfiyotlarni va kashfiyotlarni oxirida ko'rganda, Nobel mukofoti olganlarni ko'rganda yo genetika yo nimaga bog'langanligini ko'rsatdi. Aynan genetik bo'laman yoki bioximik bo'laman degan narsa kuchli oramizda. Balki bizning mentalitetda shundaydir. Men masalan Qashqadaryoda o'qiganman, u yerda ham shu narsalar bo'lardi. Lekin bir narsani e'tiborga olish kerak. Barcha o'sha jarayonlarning hammasi yo hayvonot dunyosida, yo mikroorganizmlar dunyosida, yoki o'simliklar dunyosida, yoki uchalasini ham ustidan bog'lab turadigan ekologik jarayonlarda bo'ladi. Shuning uchun eng birinchi asosni yaxshi o'rganib olish kerak. Yo'lni to'g'ri tanlay bilish kerak ekan. Ya'ni genetik bo'lish kerak, albatta bioximik bo'lish kerak, lekin uning asosi kimning bioximigi, ya'ni hayvonning bioximigi yoki o'simlikning bioximigi yoki ekologik bioximik bo'lamanmi, oldin uning prosesini yaxshi bilish kerak. Yoki hayvon dunyosini o'rganayotganda bitta narsa bor. Biz hayvon dunyosini noldan tepagacha o'rganib kelayotganda butun boshli yerning evolyutsiyasini o'rganamiz. O'sha evolyutsiyani yaxshi tushunsa, demak qaysidir bioximik jarayonlarni boshqarish yo'nalishini yaxshi bilib oladi. Genlarni boshqarish, dasturlanish turlarini ajrata oladi. O'zi kecha paydo bo'lib qolgan narsa emasda, 6 milliard yil bo'lgan bo'lsa, yerda paydo bo'lganiga, tirik organizm paydo bo'lganiga 3,5 milliard yil bo'lgan bo'lsa, 3,5 milliard yillik prosesni ozroq tushunish, uni eng yaxshi bioximik, uni eng yaxshi genetik, uni eng yaxshi mikrobiolog qilish imkoniga erishtiradi. Oxirgi 23-yil olgan Nobel mukofotini olgan odamlar ham nematodachi bo'lgan o'z aslida. Nematodlarning ustida tadqiqot olib borgan, nematodani o'rganishgan va aynan ular ishlab chiqqan nematodalarda evolyutsiyaning aynan shu belgilari borligini aniqlashganda Nobel mukofotini olyapti mikroRNKning genlarini boshqarishda. Shuning uchun asosni yaxshi o'rganish kerak. Asos yaxshi bo'lgandan keyin qolganlari tezroq
yaxshiroq va mukammalroq o'rganib borib beradi. Maslahatim shu, bakalavr kirganda ko'proq hayvonot dunyosini, o'simlik dunyosini yaxshiroq tushunib olish kerak. Mikroorganizmlarni ham albatta yaxshi tushunish kerak. Birinchi yer kurrasi yoki yer sayyorasidagi birinchi tiriklik boshlanganda, hayot boshlanganda yoki o'sha fantastik filmlarda ko'p ko'ramiz yoki o'sha tarixlarda, kitoblarni o'qiganingizda dinozavrlarning mavjudligi, hozirda ham bu bo'yicha izlanishlar ketyapti. Dinozavrning izlari topildi degan ma'lumotlarni o'qib qolamiz. Zoolog sifatida, olim sifatida o'sha dinozavrlar bo'lganmi? O'zingizni fikringiz? Fikringizni, dinozavrlar albatta bo'lgan, ularning qismlari ham aniq topilgan. Ikkinchi bir tomon bor, ajdarholar. Ajdarholar lekin gumondagi narsalar. Ya'ni ajdarhoni hech kim ko'rmagan. Lekin ba'zi bir rus olimlari mana quyidagicha nima qiladi. Dinozavrlarning oxirgi qolgan nimalari, ajdodlari yoki ulardan belgi olib qolgan sudrauvchilarning qaysi birlari juda tez o'sib kattalashib ketish xususiyatiga ega. Shuning uchun deydi, odamlar ularni ko'rgan deydi. O'shandan ajdarholarga nisbatan mifologiya yaralgan. Ajdarholarni haqiqiy hech kim ko'rmagan, uni suyagini ham topa olmagan. Dinozavrlar lekin bor, hatto uning nimalari bor. Angliya nimadagi olimlar mana ajdarholarni tasavvur qilishda quyidagicha belgilaydi. Yer sharining shakllanishida ko'p qismi Sibir nimalar tropik mintaqa bo'lgan va u yerlarda haqiqatda yirik ilonlar uchrashi mumkin. Hatto ilonlar shunday xususiyati bor. Bizda hozir eng katta ilonimiz 1,5 metr, 1-2 metrgacha bora olsa, o'sha ilonning ham imkoniyati yaxshi bo'lsa o'sa olar ekanda, yana 3 metrgacha borishini aniqlashgan. Demak degan, imkoniyati yaxshi bo'lganda ular juda kattalashgan. Zahar sepganda zaharni hammasi kuydiruvchi xususiyatga ega bilasiz. Olov deb tasavvur qilishgan. Tanaga kirgandan keyin kuyadi-ku. Olov sachratib tasavvur qilishgan va ajdarholar aynan yiriklashib ketgan ilonlar va sudrauvchilardan paydo bo'lgan mininiyada deyishadi. Ya'ni tushunchalar shundan paydo bo'lgan ajdarho sifatida. O'zi aslida ajdarho haqiqiy ajdarho. Biz tasavvur qilgan qanoti bor, uch yuradigan, shoxi bor ajdarholar qayd etilmagan ilmiy jihatdan. Hozir yuqorida aytdingiz, ilonlar savdosi yoki masalan ilonlar boqiladigan alohida hududlar, joylar, fermalar va shu bilan birgalikda ilmiy mavzuyingiz ham xuddi sudralib yuruvchilar. Endi o'zimda savol tug'ildi. O'zingizni shaxsiy iloningiz bo'lganmi? Ha, albatta bo'lgan. Bundan 4 yil oldin, 4 yil bo'lyapti. Fakultetda video olingan edi, o'shanda ilonlarni olib kelgandim. Zaharsiz, zaharli, alohida talabalar bilan video qilingan. Shaxsiy ilonlarim hozirgacha bor. Faqat nimaga beraman? Chunki ruxsatnoma bo'lishi kerak, qonuniy bo'lishi kerak. Men o'zim litsenziya olmaganim uchun bizda toksikologiya markazi bor. Ayni u yerda sharoit bor ilonlar boqilishiga, o'sha yerga berib boqamiz. Yana borib turaman, tezlik ovqatlantirishga nimaga. Shu Botir aka Mahmudov o'sha yerda ishlaydi. Eng yaxshi tushunadigan ilonlarni, men masalan ekolog dala nimasida yaxshi tushunsam, u kishi boqish prosesslari bo'yicha juda yaxshi tushunadi. Bu hamma oziqlantirish, qachon oziq berish, zaharni qaysi vaqtda olish. Masalan, bir oyda 2 marta zahar olinsa, uni har doim ham aynan 15-chi yo 13-kunga belgilab bo'lmaydi. Uni ovqatlanishi, ovqatini qachon berilganligi, suv ichishi yoki xonaning issiqlik nimasiga qarab, aynan u kishi yaxshi hal qila oladi, zaharni qaysi vaqtda olish kerakligini. Bizda endi zaharchi, endi boshqa ilonchilar ham ko'p, ilmiy bo'lmagan. Ularda endi proses boshqacharoq. Albatta. Ilonga bo'lgan munosabatim har doim bir xil bo'lmaydi. Masalan, endi qo'shnilar ismini aytayotmaymiz, shunday ilonchi tabiblar chiqqan. Ilon zaharni shishaga solishadi. Bilasiz, kasal odam hamma narsadan umid izlaydi, jonivor. Va ilonni bo'ynidan kesishadi, qonini quyishadi. Agar zahar gemotoksik bo'lsa, qon bilan reaksiya qilish o'zi tugaydi, fermentlari. Va uni odamga ichirishadi. Ichgandan keyin biz bilamiz, begona moddaga qarshi biza kurashish prosesi ketadi. Tanamiz qiziydi, terlaymiz, issig'imiz chiqadi, menga ta'sir qilyapti, men yaxshi bo'ldim degan tushuncha paydo bo'ladi. Lekin bu davolash usuli emas. Bu tabiatga zarar yetkazish usuli bo'lib qolyapti. Shuning uchun bizda hozir ko'payib ketdi. Ayniqsa O'zbekistonda juda ko'payib ketdi. Bunga qarshi mana Zoologiya instituti qattiq kurash olib boryapti. Lekin bundan tashqari gerpetologlar bizda juda kam. Hozir respublikada 3 tagina gerpetolog bormiz. Shuni Temur aka Abdurahmonov deydi, Zoologiya institutida u kishi ko'p kurashadi u narsalarga.
Kirpitoqlar kam, tushunadigan odamlar kam. Shuning uchun ham balki bizda qirilib ketayotgandir bu turlar. Da. Oxirgi 10 yilda o'zingiz tabiiy tasavvur qilsangiz, qishloqlarda eshitayotgan odam ham oddiy e'tibor bersa, oxirgi 10 yilda hatto katta kesakni ko'rish imkoniyatimiz ham kamayib boryapti uylarimiz atrofida. Agar Elmurod aka shu holatda, shu tempda davom etsak, bu zoologiya yoki bo'lmasam hayvonlar qayergacha boradi? Sudraluvchilarniki juda qisqa. 50 yil qolmadi agar shu tempda qirilib boshlasa. Bu narsalarni oldi olinmasa yoki tushunchalar o'zgarmasa. Ko'p bo'lsa 50 yil. Chunki biz dissertatsiyalarda ham masalan ko'plab faktorlarga bo'lganmiz. 7 ta katta faktorga bo'lib, shularning orasida bitta joyi bor edi, ko'pchilik qarshilik qilgan insonlarning shu munosabati yaxshi emasligi haqida. Hozir bakalavrlarimiz bilan shuni to'g'rilash uchun bir ish qilyapmiz. Ya'ni sun'iy intellekt rivojlandi. Albatta. Sun'iy intellektni ichiga o'zimiz mini sun'iy intellekt qilyapmiz. Odamlarning telefoniga app sifatida tarqatamiz. Turni ko'rganda u haqida ma'lumotni rasm tushirsa bo'ldi. Offline ishlaydi. Qaysi hayvonni ko'rishdan qat'iy nazar. Biz hozir faqat gerpetologiyaga, chunki mutaxassis shu bo'lgani uchun ham bitiruv malakaviy ishini ham shunga berganman. Birinchi biz uni barcha morfologik parametrlarini, uchish joylarini hammasini kiritamiz. Siz tushunmaysiz, mabodo ilonchi emassiz yoki biologiyada xabaringiz yo'q, uyingizda qaysidir sudraluvchi paydo bo'lsa, u rasm tushirsangiz, u haqida ma'lumot beradi. Sizga zararlimi, zararsizmi, sizning atrofingizga qanday zarar yetkazadi, shuni hammasini kiritib chiqyapmiz. Zararsiz bo'lgan holda nima qilish kerakligi haqida. Zararli bo'lganda nima? Zararli bo'lganda ham o'ldirmasdan nima qilsangiz bo'ladi. U narsalar haqida ham ma'lumot kiritib chiqyapmiz. Bu ozgina bo'lsa ham shu sudraluvchilarni saqlab qolish uchun qilinayotgan ishlardan bittasi. Qo'yib. Men suhbat bunday bo'ladi deb kutmagandim. O'zimga ancha kerakli fikrlarni oldim. Hurmatli kuzatuvchilar, izohlarda yana Elmurod akam bilan zoologiya bo'yicha qaysi mavzularda suhbatlashamiz yoki o'zingizni qanaqadir savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingizni so'rardim. Ushbu savollarni albatta Elmurod aka bilan biz yana muhokama qilamiz. Avvalo podkastimizni yakunlaymiz aka. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan o'sha nima deydi, bizga podkastimizda intervyu berishga rozilik berganingiz uchun sizga katta rahmat deyman. Ilm yo'lida hech qachon charchamang, shogirdlarga doim bosh bo'ling deb qolaman. Bu boshlanishi, hali yana ilm bo'yicha yana podkastlarni davom ettiramiz. Loyiha zo'r, loyiha yaxshi o'ylab chiqilgan. Chunki imkoniyat bor bizda. Albatta. Universitet juda ko'p nimaga ega, qobiliyatga ega, aynan biologiyani ko'pchilikka yoyish bo'yicha. Juda zo'r eshitib xursand bo'ldim. Barcha nimalarni siz aytgandan keyin ko'rib chiqdim. Hammasi a'lo darajada. Bu foydali. Albatta. Faqat talabalar uchun deb boshlagan bo'lsangiz ham butun xalqqa foydali. Jamiyatga foydali. Chunki Elmurod aka hozir biz faqat ko'p ta'kidlayman, media makonda va gadjetlar bilan yashayapmiz. Shunday bo'lib qoldi. Hozir zamon talabi. Zamon talabi, lekin kitob o'qishga ozgina vaqtimizni ayayapmiz-da, lekin o'sha ijtimoiy tarmoqda esa faolmiz. Bilim berishni mana shu ijtimoiy tarmoq orqali ham olib borishni biz maqsad qilganmiz. Shuning zamon talabi hozir shunday bo'lsa, shuning uchun sizlarga ham rahmat. Rahmat kattakon. Bu boshlanish aka. Mas davom etsin har doim. Albatta, hali qushlar bo'yicha ham gaplashamiz va yana bir fikr bor. Sir edi bu, lekin hozir aytib qo'yaman. Agar Elmurod akam bilan asalarilar haqida gaplashishni xohlasangiz, kommentariyada arilar haqida, asallar haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni kommentariyada qoldiring. Bir kun yana vaqt topasiz, asallar haqida gaplashamiz. Xudo xohlasa. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Rahmat kattaga.